Assalomu alaykum. Men Jumayozov Umidjon Zafarjonovich 1994-yil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tavallud topganman. 2017-yil Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti matematika yo'nalishini bakalavriat bosqichini tamomlaganman. 2019-yil esa Samarqand davlat universiteti amaliy matematika fakulteti ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishi magistratura bosqichini tamomlaganman. 2019-yildan boshlab ilmiy faoliyatimni ilmiy rahbarim, fizika matematika fanlari doktori, professor Xalzigitov Abduali Abdusamadovich bilan boshlaganman. 2021-yil Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti mexanika va matematik modellashtirish kafedrasi tayanch doktoranti bo'limiga o'qishga kirganman. Hamda 2023-yil ilmiy rahbarim professor Xalzigitov rahbarligida elastiklik nazariyasining chiziqli va nochiziqli chegaraviy masalalarni sonli modellashtirish mavzusida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishimni muvaffaqiyatli himoya qilganman. 2024-yildan boshlab raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida doktorantura bo'limiga doktorant sifatida o'qishga kirganman va hozirda 2025-yil elastiklik nazariyasining deformatsiyalarga nisbatan matematik va sonli modellari mavzusida texnika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishimni muvaffaqiyatli himoya qildim. Ilmiy rahbarim bilan, demak professor Xalzigitov bilan bu mavzuni tanlashda juda ko'p murakkabliklarga, chunki bu duch kelganmiz. Odatda elastiklik nazariyasining chegaraviy masalalari ko'chishlarga nisbatan Lame tenglamasiga keltirib ishlanadi. Bu Lame tenglamasini ishlash natijasida biz ma'lum ko'chishlarni hisoblaymiz va ko'chishlar davomida kerakli kuchlanish va deformatsiyalarni hisoblaymiz. Bu hisoblashlar o'z navbatida ma'lum nisbiy xatoliklarga duch keladi, chunki chegaralarda birinchi tartibli hosillar qatnashib qoladi. Shu sababli biz ilmiy rahbarim bilan elastiklik nazariyasining chegaraviy masalalarni to'g'ridan-to'g'ri deformatsiya yoki напряжениyaga nisbatan ishlash fikri kelgan. Bu birinchi bo'lib o'sha Beltran Mitchell ishlarida o'sha kuchlanishlarga nisbatan chegaraviy masala, elastik nazariyasining chegaraviy masalalar qaralgan va ular variatsion usullarda yechilgan. Demak, Baradachov ishlarida, Novatsky ishlarida, Konovalov ishlarida qaralgan. Bizlar ularnikidan farqli ravishda to'g'ridan-to'g'ri deformatsiyaga nisbatan o'sha chekli ayirmali tenglamalarga keltirib ishladik. Demak, ularning ishlarida hammasi o'sha variatsion usullarda qaralgan. Shu bilan birga olingan yechimlarning to'g'riligini, ishonchliligini ma'lum olimlar tomonidan o'sha variatsion usul, boshqa usullar bilan olingan yechimlar bilan sonli taqqosladik va o'sha yechimlarning to'g'riligi va yagonaligini ko'rsatib berdik. Ilmiy ishimiz respublikada raqamli texnologiyalar vazirligi qoshidagi Unicorn Soft Samarqand filialida hamda Telekom Samarqand filialida joriy qilingan. Undan tashqari Samarqandda bir nechta proyektli institutlarda ham joriy qilingan. Demak, o'sha Telekomda yoki masalan oddiy Unicorn Softni misol qiladigan bo'lsak, men o'sha 05-01-07 matematik modellashtirish va sonli usullar va dasturlar majmui ixtisosligi bo'yicha dissertatsiya ishimni himoya qilgan bo'lsam, demak o'sha talabiga, o'sha ixtisoslik shifriga qo'yilgan, demak dasturlar majmui bo'yicha biz tomonidan yaratilgan dasturga qo'yilgan talablar, demak o'sha talablarni testdan o'tkazganmiz. Undan tashqari Samarqanddagi qurilish loyiha tashkilotlarida, demak
ilmiy natijalarimni joriy qilganman va bu joriy qilish natijasida mehnat unumdorligi va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlariga erishganman. Hamda o'sha token qurilmalarni ishlab chiqishda turli ta'sirlar ostidagi deformatsiya va kuchlanishning taqsimlanishini aniqlash, optimal elastiklikka ega bo'lgan mustahkam materiallarni tanlash, qurilmalar konstruksiyasining kuchlanish va deformatsiyaga chidamliligini hisoblash asosida materialning mustahkamligi demak 5-10% gacha ortishiga hamda mehnat va xarajatlarning sarfini 8-10% ga kamaytirish imkoniga erishganman. Kelajakda hali ilmiy tadqiqot ishimni to'xtatish niyatim yo'q. Demak, hozirda ilmiy tadqiqot ishim bo'yicha davom etib boryapman va shogirdlarimiz bor. Shogirdlarimizni tayyorlab, demak, o'sha elastiklik nazariyasining chegaraviy masalalarni to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishga va deformatsiyalarga nisbatan sonli yechish va ixtiyoriy murakkab soha uchun demak o'sha samarali algoritmlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Yoshlarga birinchi o'rinda to'g'ri ilmiy rahbarni tanlash va o'sha ilmiy rahbar bilan sabr bilan ishlash, undan tashqari o'sha yo'nalishga qiziqishi, o'sha yo'nalish bo'yicha kitoblarni o'qishi, demak ilmiy izlanishlarni olib borishi. Mana hozirda internet tarmog'ida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. O'shalardan foydalanib ilmiy izlanishlarni olib borishni tavsiya etaman. Ilmiy ishimni demak o'sha raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida himoya qildim. Chunki birinchi o'rinda o'sha mana bu yo'nalishimiz 050107 matematik modellashtirish va sonli usullar va dasturlar majmui ixtisosligi bo'yicha bu professor Ravshanov bilan o'sha mavzuim bo'yicha juda ko'p tadqiqotlarni olib bordik va o'sha ixtisoslikka qo'yilgan talablar dissertatsiya ishimda demak matematik model yaratildi, yangi matematik modellar taklif qilindi, sonli algoritmlar ishlab chiqildi va dasturiy majmua yaratildi. Men o'z minnatdorchiligimni demak ilmiy rahbarim professor Xaljigitovga demak men bilan tunu kun 24 soat deb aytsam ham yolg'on bo'lmaydi. O'z vaqtini ayamay bilim berib to'g'ri yo'lni ko'rsatganligi uchun, undan tashqari professor Ravshanov, mana men o'sha professor Ravshanov laboratoriyasida doktorant edim. Xonada o'tirganimda ustoz kelib o'sha dissertatsiya ishimda chiqmayotgan masalalarni to'g'ri ko'rsatib, to'g'ri yo'lni berib, maslahatlarni berib, to'g'ri adabiyotlardan, qaysi adabiyotlardan foydalanishni ko'rsatib, hayotda shu o'z yo'limni topishga yordam berganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Undan tashqari meni qo'llab-quvvatlagan ilmiy kengash a'zolari, undan tashqari ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.